Azroil alayhissalom Rasululloh oldilariga o'tirdilarda salom alayk qilib diydorlashganlardan keyin yo Rasululloh, Alloh sizga izn berdi. Sizni ruhingizni olganiman, jo'natdi. Izn bersangiz olar ekanman. Agar izn bermasangiz ziyorat qilib qaytaman dedilar. Men Robbimning huzuriga, mahbubimning huzuriga shoshilyapman. Oling dedilar. Azroil alayhissalom boshmaldaqdan, tovondan, tizzadan kindikka jon kelganda, yo Azroil, o'lim ham shunaqa bo'ladimi? Meni ummatim qanday chidar ekan? Yo Azroil, meni ummatimga qattiqlik qilmang, qo'pollik qilmang, muloyimlik bilan oling deb o'sha paytda ham men ummatimni o'ylagan edim desalar. Hazrati Ali aytadilarki, Rasulullohning oxirgi holatlari-yu namozga ummatimni buyuraman, namozga dedilar-u, birinchi bo'lib qiyomatda so'raladigan narsa namoz deb ovozlari chiqmay qoldi, lablari qimirlab qoldi. Rasululloh nima deyaptilar ekan deb muborak lablariga qulog'imni olib borsam, ummati deyotgan ekanlar. Ey Alloh, meni payg'ambar qilding, menga ummat berding, shu ummatni qiyomat kunida shafaat qilishlikni menga bergin deb Rasululloh yig'layotgandilar dedi.